do'stlar, sizlar bilan men Prokober va bizda ikkinchi частimiz, ya'ni ikkinchi qismimiz kubikni yig'ishni. Qanday biz videorolikni boshladik. Tak, birinchi qiladigan ishimiz, ya'ni biz o'tgan videoda kres yig'ishni o'rgangan edik. Ya'ni birinchi oq rangda kresni va birinchi sloy va ikkinchi sloyni yig'ishni o'rgangan edik. Ya'ni ikkinchi sloygacha va kresgacha. Endi biz bu videorolikimiz ya'ni oxirgacha kubikni yig'amiz. Qanday ketdik. Tak, birinchi endi biz qiladigan ishimiz kubikda biz polностью ya'ni ugl terishimiz kerak, ya'ni ugllarni joyiga qo'yishimiz kerak. Boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz bu yerda situatsiyalar ko'proq, juda ko'p, даже bir o'rtacha situatsiya bor, ammo ularning решенияsi bitta. Puf-paf. Tak, do'stlar, agarda sizlar хотя бы bitta mana ugl to'g'ri keldi, qaranglar, aylantirdim mana. Bu qiyin bo'lishi mumkin, ammo oson. Mana aylantiryapman, что bitta tomon mana bu yer to'g'ri keldi, qaranglar. Naliboy tomon to'g'ri kelishi mumkin, ya'ni sizlar qilmagan, ya'ni aylantirmasanglar ham mana birinchi to'g'ri kelgan joyi yana qaranglar. Mana ugl yashil, qizil va sariq rang bor bu yerda. 3 ta rang bor. Bu qanaqa ranglar bor ekan? Qizil, ko'k, ya'ni qizil, yashil, sariq. Bu ham xuddi shunaqa rang bor bu yerda. Ya'ni bu va bu rang. Bu to'g'ri joyda turibdi. Bu ham to'g'ri joyda, ya'ni ko'rishingiz mumkinki, ozgina o'ylaylar. To'g'ri joyda turibdi. Bu-chi? Bu joyda emas, chunki bu yerda yashil yo'q rang. Ya'ni bu yerda yashil yo'q, bu yerda ko'k bor. Bu joyda emas. Bu ham joyda emas. Ya'ni bizda ikkita tomon to'g'ri, ikkita tomon noto'g'ri. Bu tomon joyini almashtirishimiz uchun kubikni bunday ishlamaymiz. Ya'ni to'g'ri joyini mana bu tomon to'g'ri deylik, mana ikkita to'g'ri. Bu bu yoqda bo'lishi kerak, ya'ni chap tomon. Bu tomon noto'g'ri bo'lsa, bu yerni oltita pif-paf bilan to'g'rilaymiz, ya'ni chap o'ng qo'lda 3 ta pif-paf. 1 2 3. Endi nima qilamiz? Kubikni sразу mana bu qo'lga o'tkazib 3 ta pif-pafni qilamiz. Chap qo'lda. Buni aylantirmasanglar ham bo'ladi. Bo'ldi, mana hamma ugl biz joyda. Endi masalan, keyingi situatsiyani ko'rsataman. Tak, bizda yana bir situatsiya, ya'ni ko'rish mumkinki, bizda bu bitta ugl to'g'ri va bitta ugl to'g'ri, ya'ni ikkita ugl to'g'ri. Mana ikkita joyini almashtirish kerak. Unga bunaqa situatsiyada aytganda yana burasizlar, mana ko'rasizlar. Agarda hech qaysi to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, mana shunday ushlaymiz va ya'ni bitta tomon noto'g'ri joyini olamiz va qaranglar, to'xtanglar. Shu mana o'sha yerda ushlaysizlar, mana bunga almashtirish. Unda biz 3 ta pif-pafni o'ng qo'lda va chap qo'lda 3 ta pif-paf qilamiz. Va ko'rishingiz mumkinki, bizda o'sha bunday bo'ladi, ya'ni bu o'zining joyiga tushdi. Buni biz bu yoqqa qo'yamiz, buni biz bu yoqqa qo'yamiz. Hozir ko'rasizlar. Buni biz bu yoqqa almashtirib qo'yishimiz kerak. Uning uchun biz yana 3 ta pif-paf qilamiz. Bu bu yoqqa tushdi. Endi buni joyini almashtiramiz. Va ko'rsatganimdek pif-paf bilan. Va hammasi joyiga tushdi. Hamma situatsiyani ko'rib oldilaring. Qanday biz ya'ni qo'ymoqchi bo'lsanglar, qaysidir masalan bittasi to'g'ri bo'lsa, qolganlarini shunday almashtirib ketaverasizlar. Mana biz keyingi situatsiyaga, ya'ni keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etapda biz sariq tomonni yig'amiz. Qanday biz boshladik. Sariq tomonni yig'ish uchun bizda bu yerda situatsiyalar как бы yo'q desak ham bo'ladi, u ham shunaqa formula bilan qilinadi. Ya'ni biz oq tomon pastga qilib turdik, endi biz oq tomon tepaga qilamiz. Mana shunaqa joy olamizki, shunda bitta ugl, ya'ni mana sariq tomon menga qarab turibdi, ya'ni bizga mana tomonga, sizlarga qarab turibdi. Ya'ni bu tomon bu yoqqa qarab turibdi. Ya'ni bu tomon bu yoqqa turishi kerak emas, mana shu tomonga turishi kerak, yo bu yoqqa, yo bu yoqqa bizga. Ushlar va qilasizlar pif-paf formulasi. Agar bu yoqqa bizga qarab turgan bo'lsa, 4 ta pif-paf. 4 ta pif-paf. Bunda biz 2 ta pif-paf qilamiz va kubikimiz почти yig'ildi. Keyingilarini ham xuddi shunaqa qilib chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkinki.
Mana endi sizlarga ko'p mana ikkitasi yig'ildi. Pashti yig'ildi. Endi bu situatsiya do'stlar. Bu eng osoni va lekin yaxshilab ko'ringlar, chunki bu yerda adashib ketishlaring ham mumkin. Shunaqangi, ya'ni bu yerda qaranglar, bitta tomon yig'ilgan. Qolgan 3tasi joyini almashtirish kerak, ro'barani. Buchi, bu 4 ta ro'barani joyini almashtirish kerak. Unaqada biz o'sha formulani qilamiz. Qaranglar. O'zimizga yig'ilgan tomonni o'zimizga qilib olamiz. 3tasi bu yerda. Bunday bir tomonni olamiz va bunday qilamiz. Endi o'ng tomonda 5 ta pif-paf. Chap tomonda 5 ta pif-paf. Bu kubik yig'iladi. Agar yig'ilmagan bo'lsa, ya'ni shunaqa qillaring, yana o'z joyiga qaytib keladi bu tomon. Ya'ni 3ta shuna turibdi, yana qilsanglar yig'iladi. Bu situatsiyada biz yana o'sha situatsiyani qo'llaymiz. Mana o'sha bizda mana yig'ildi. 5 ta pif-paf. Bu yerda ham 5 ta. Ha, ko'p yig'ildi. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan prokover bo'ldi. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Hammaga xayr.